Bunaqa uyni har kuni ham ko'rurmisizlar. Chet elda atmosferasini berib turadigan uyimizni obzoriga kelganmiz. Bu uyimizni katta zeleniy zonasi, bolalar o'ynashi uchun sharoitlar qilib qo'yilgan. Uyimiz polniy panorama oynalarda qilingan. Oynalarning o'ziga 40 ming dollar ketgan ekan. Bu yoqda basseyn 11 ga 3. Bu yoqda barbekyu zona, letniy kuxnya qilib qo'yilgan. Hozir uyimizning ichkari qismini ko'rsatib o'tamiz. Uyimizga kirishimizda shunaqa prixoshka kutib olinadi. Kirganimizda o'ng tomonda oshxona bilan zal совмещенный bo'lgan. Bu yoqda детский o'zini garderoblari bilan birga. Yana bitta детский. Bu gastovoy xonamiz. Bu yoqda bitta master spanning o'zini garderob sanuzeli bilan birga. Uyimiz 10 sotuvga qurilgan, Bektemir tumanida joylashgan. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qilinglar, pastda nomerlarni qoldiramiz.